Assalomu alaykum. Mana bizdagi tayyorlanishidagi mishalkalar. Bunisi rolligi. Ustakalarimiz o'zlari yaxshi bilishadi. Bunisi rolsiz varianti mana. Hozir yana boshqacha turlari ham bor. Bu aravalar bir g'ildirak, ikki g'ildirak. Bunaqa bir g'ildirakda skuter balonligi. Mana sizga boshidan tushuntiraman. Mana bu bir g'ildiragimiz 400 ming so'mligi. Bunisi 450 ming so'mligi. Mana bu bir g'ildiragimiz 550 ming so'mligi. Bu nisbatan baquvvatroq ishlangan. Shuning uchun qimmatroq chiqadi. Keyin ichi chuqur mana bu. Idishi narigilarga nisbatan. Bu ikki g'ildiragimiz. Bu 670 ming so'mligi. Ikki g'ildiragimizda 750 ming so'mligi ham bor. Mana bunaqa joyda farq qiladi. Hop, bu 3 oyoqli mishalkamiz. 360 gradusga aylanadi bu. Keyin mana bunisi mana o'shang naqasi. Hozirgi yangi ishlab chiqarilgani. Listi ham yangi buni. O'zi ham yengil. O'sha 6 million so'm beriladi. Hozir eng ko'p sotib turganlari mana ular. 3 million 600 ming qilib beramiz deganimiz. Keyin rolligi bor. 4 million 100 ming so'mligi. Yaxshi ko'p sotilyapti. Baquvvatligi bir xil bu bilan buni. Faqat buni farqi yangi listdan tayyorlangan. Keyin bir xilgi joylariga, masalan, shestanalar yangidan qo'ygan. Bulardagi o'sha traktordagi bo'ladi mana baquvvatini. Ko'proq bular ishlatiladi. Mana bunaqa loy idishlarimiz bor. Lesalar mana bu yoqda mana tayyorlab qo'yilgan sotuvga tayyorlari. 1 metrliklar. Bunisi mana terilgan holat.